O'zi hozir shunday videolar ham ko'payib ketdi-ku. O'zi nereye qarasak shunday video. Jo'ra yig'nalimizmi? Qachon jo'shasan? Milliy zo'r yer topdim, milliy zo'r ovqat topdim. Maqsad ovqat dengösanadi. Ya kimnidir jo'shtirish dengösanadi. Lekin asli teyine qarasangiz bu yerda maqsad ovqat emas, kimgadir ozor berish emas. Inson o'zi tabiatida shunday, yolg'iz yeyishni yoqtirmaydi. Luqmosh qozonni oziqlantiradi. Yaxshi manfaatli suhbat ruhni oziqlantiradi. Bir stolning atrofida 3-4 yaqining bilan o'tirsangdan, mazali suhbatda chiroyli, tabassumli, kayfiyatli o'tirishma bo'lsa, shappatli non bilan yarim kasa ovqat ham boku bayram aylanib ketadi. Bir dona yuansi bor, to'g'ri odamlar bo'lsa bo'ldi. O'zi so'zlarning teyindagi asosiy ma'nosi bor. Qani yengnaloli degan so'zni asli ma'nosi men sen sog'indim deganida o'zi. Bizlar mentalitet shunday-ku, primoy hamma hissiyotni aytib bilmaydilar. Shuncha shunday gaplar bilan aytiladi-da. Inson zaryadni odamdan oladi. Bu ekrandan emas, yapıldan emas, yolg'izlikdan, vobshe yolg'izlikdan emas. Kasal etadi odamni. Shuncha odam kerak. Bek. Kim bilan o'tirganing nov yeganingdan ko'ra muhimroq. Ashyorni yodingdan chiqarma. Paputi görüşüp qalasan, gelişilmeyin, plan etilmeyin bu ikkitadan tashkillab ol desang. Jirding bir vaj bilan görüşüp qalib bu ikkitadan narsalar bor. Ashunday o'tirishmalar yodda qoladi. Bu yerda ya qimmat talon millionlik tashkil emas, lekin shu o'tirishma yodda qoladi. Chunki bu yerda samimiyat bor, iskrenli suhbat bor, yaqinlar davrasi bor, yaxshi xotiralarni eslash bor. Quri bir-birini azishamiz. Endi yana bir tema bor. Hozir endi aytsam balkim ko'rib o'tirarlar, reklamada aytar. O'zi shunday xizmat qaysi restoranda bo'lsam deymanmi? Endi hozir biz Olimpdan mo'sh tayyorlatib ketdik-ku. Menni odamlardan yaxshi. Bir vajni doğrab, bir vajni pishirib, bir narsani aytib turishni yoqtirmaydi odamlar bo'ladi-ku, erinjaklar. Ular uchun dim shiqqin. Lishna menni odamlar uchun udobli. Bir o'ylab, uni ham gashti bor, uni ham aytib guringlashaveramiz deydi. Menga ishni tez-tez o'tirib gaplashishgan. Shuning uchun menga lishna Olimp udobli. Endi menga skidka etib beradilar, do'stlar aytadilar. Yegan og'iz uyalar. Mut bermaydilar, arzon rakat beradilar. 1177 bir zo'r yeri bor. Ya İtalyan yerlariga ketsangiz bilinmaydi, atak Barsa bolada yerlari bor. Bu diye olib o'tib ketish ham shart emas. Borasdan 1177 zakaz etib turib Telegramda lokatsiyasi tashiysiz, o'tirgan dashang'iz akka ketadilar. Ana nuksni to'rlarida kumlarga kirib ketib aytsang bo'lmaydi, lekin u ishni. Uyda telefon zo'rg'ab turadi, lokatsiya duraversan rakda.